Bu ko'chatimiz Bu MM106 deyiladi. Jeremy sort, ya'ni uzunchoq sorti deyiladi. Bu mana 1 litrlikda tarbiyalanadi. Xo'p, buni yaratishimiz uchun 4 ta ona shox ajratamiz. Mana buni mutaxassislarimiz kesgan, o'zimiz bilan birga kesgan. Mana bu fasonimiz yangi texnologiya, bu koreyskiy variant, Koreyadan kelgan texnologiyasi. Mana 4 ta ona shoximizga qo'yamiz. Mana bu 4 ta ona shoximiz kelajakda endi bu birinchi qavati bo'ladi Muhammad aka. Bu yil mana bular hosil mana. Ko'ryapsizmi? ha. Bular hosil. Bu yil mana bu yerdan kesilgan, mana bu yerga ham hosil bor. Ishqilib 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo hosilimiz bor. Bu yil kelajakda Xudo xolasa mana bular yotgandan keyin o'sish to'xtaydi aka. O'sish to'xtatgandan keyin ular ona shoxga aylanadi. Bu birinchisi bo'ladi. Keyin bu yil mana bu yerdan 3-4 qavat bo'lib archa simonda aylanadi aka. Ular har biri Xudo xohlasa inshaalloh 2 kilodan hosil bersa 8 kilo aka. 4 ta 5 tasidan mana shuni qavat qo'ysangiz agar Xudo xolasa 30-40 kilo, kelajakda 50-60 kilogacha tonna hosil beradi. Bu faqat hammasi parvarishga bog'liq.